Hammaga assalomu alaykum. Bugun koreys tili 3-darsimiz grammatika 1A. Ikkita mavzu o'tamiz. Nin, yeyo, yeyo. Bu birinchi mavzumiz edi. Ikkinchi mavzuyimiz ikkinida imnika. Birinchi mavzuga o'tsak, ot bilan qo'shilib keladi. Nin deb o'qiladi. Yeyo, yeyo. Keling so'z tuzganda chonim, men degan ma'noni anglatadi. Aksang yeyo. Men o'quvchiman. Keling yana bitta tuzamiz. Bunisi endi in bilan tuzamiz. Shu kim kiyjay yeyo. Mening qo'shimchasi xohlasangiz qo'shamiz, xohlasangiz qo'shmasangiz bo'laveradi. Akam muxbir degan ma'noni anglatadi. O'monining esa yeyo. Bu mening oyim shifokor. Ajoshining kunin yeyo. Mening amakim askar yoki harbiy. Savol berishingiz mumkin. Qachon in, qachon nin. Agarda uchinchi harfi bo'lsa uchinchi harfi bo'lmasa nin, ya'ni почему. Yeyo, yeyo ham xuddi shunday. Uchinchi harfi bo'lsa yeyo, bo'lmasa yeyo. Kelinglar ikkinchi mavzuga o'tamiz. Imnida, imnika. Savolga javob qaytarishda ishlatiladi. 2x hurmat. Xo'sh, imnida man bir degan ma'noni anglatadi. Imnika. Bu savol berishda ishlatiladi. 2x hurmat hisoblanadi. Savol shakli m degan ma'noni anglatadi. Kelinglar so'z tuzamiz. Aksang imnika. Talabamisiz? Mana. Xo'sh, kelinglar biz tasavvur qilamiz. Ha, biza talaba. Mana. Ne degan ma'noni anglatadi. Ne aksang imnida. Ha, talabaman. Mana. Imnida. Imnika. Xo'sh, keling, savol beramiz. Siz o'zbekistonlikmisiz deb. Ujbekiston saram imnika. Xo'sh, bu siz o'zbekmisiz? Xo'sh, keling, biz o'zbekistonlikmiz. Mana ne Ujbekiston saram imnida. Mana imnida, imnika. Xo'sh, hammaga xayr, keyingi dars kutib qoling.